Salom do'stlar. Orangizda adrenalinni yaxshi ko'ruvchilar bormi? Unday bo'lsa, sizlarga o'zining dahshatli voqealari bilan barchani hayratda qoldirayotgan bir kanalni tavsiya qilmoqchiman. Kanalning nomi Waybo.uz. Shu bilan birga kanal faqatgina dahshatli voqealar bilan cheklanibgina qolmay, qiziqarli ma'lumotlar va top faktlarni ham chiqarishni kanda qilmayapti. Maslahatim, kanalga obuna bo'ling va o'zingiz adrenalinni his qiling. Waybo.uz kanalga o'tuvchi ссылкani rolik ostida qoldiraman. Shimoliy Koreya butunlay yopiq va sirlarga boy davlat hisoblanadi. Mamlakatdagi hayot tarzini sayyohlar tomonidan olingan suratlar yordamida ko'rish mumkin. Davlat haqidagi ishonib bo'lmaydigan ma'lumotlar vaqt o'tgan sayin butun dunyoga ma'lum bo'lib bormoqda. Demak, bu KXDR haqidagi 15 ta antiqa ma'lumot. Shimoliy Koreyada ayollar uchun qonunan ruxsat etilgan 18 xil, erkaklar uchun esa 10 xil soch turmagi bor. KXDRda Chuchxi kalendari amal qiladi. Kalendar davlatni 1948-1994 yillarda boshqargan Kim Ir Senning tug'ilgan yili 1912 yildan boshlab hisoblangan. Shuning uchun hozir davlatda 105-yil hisoblanadi. Pxenyanda qad rostlab turgan Ryugyon mehmonxonasi balandligi bo'yicha dunyoda 24-o'rinda turadi. Biroq u foydalanishga topshirilmagan. Uning 3000 ta xonasi bo'm-bo'sh yotibdi. 2014-yilda Kim Chen In Chokopeyning ommabopligidan xavfsirab, uni kapitalizmning ramzi sifatida mamlakatda taqiqladi. Janubiy koreyaliklar esa och qolgan Shimoliy koreyaliklarga havo sharlari yordamida Chokopey jo'nata boshladi. Shimoliy Koreyada ko'k jinsi shim kiyish taqiqlangan. U Amerika imperializmi ramzi hisoblanadi. Davlatda 3 avlodni jazolash mavjud. Buning ma'nosi shuki, kimdir qamoqqa tushsa, u bilan butun oila qamoqqa ketadi. Keyingi 2 avlod esa qamoqda tug'iladi va butun umrini shu yerda o'tkazadi. Shimoliy Koreya shu darajada kam elektr energiyasi ishlab chiqaradiki, u koinotdan deyarli ko'rinmaydi. Kim Chen Ir vafot etgandan so'ng minglab fuqarolar qamoqqa olingan. Ular dohiyning vafoti uchun kam yig'laganlikda ayblangan. Mamlakatdagi har bir uy xo'jaligi va biznes obyektida radio o'rnatilgan. U hukumat tomonidan nazorat qilinadi va uni o'chirish taqiqlangan. Har bir o'qituvchi akkordeon chalishni bilishi shart. Bu musiqa asbobi milliy cholg'u hisoblanadi. Uni dala ishlariga olib borish mumkin. KXDR 2015-yilda o'zining soat mintaqasini yaratdi. Avval esa mamlakatda Janubiy Koreya va Yaponiya bilan bir xil soat mintaqasi amal qilgan. 2012-yilda mamlakat arxeologlari qadimgi Koreya qiroli Tonminga tegishli bo'lgan shohli ot uyasini topdi. Shimoliy Koreya Coca-Cola sotib olish taqiqlangan 2 davlatning biri hisoblanadi. Ikkinchi davlat esa Kuba. KXDR aholisi internet tarmog'iga ulanish imkoniyatiga ega emas. Internetdan faqat hukumat va davlat tashkilotlari ehtiyojlari uchun foydalaniladi. 2015-yilda internetga ulangan faol IP manzillar soni 1,5 mingtadan oshmagan. AQShning egallab olingan Pueblo kemasi sayyohlar tashrif buyuradigan yodgorlikka aylangan. Razvedka kemasi 1968-yilda qo'lga kiritilgan bo'lib, mamlakat aholisi uchun Amerika imperializmi ustidan qozonilgan g'alaba ramzi hisoblanadi. Do'stlar, video avvalida aytgan kanalim yodingizdan chiqmadimi? Unday bo'lsa, albatta u kanalga ham kirib o'zingiz baho bering. E'tiboringiz uchun katta rahmat.